Uning parallel olami futbolchilar ichida yo'q. Uning vatani ham yo'q. Aniqrog'i Manchester degan shaharda Qo'shtirnoq ichida tug'ilgan. U futboldagi qirollarni tan olmay yashagan parallel olam qiroli edi. Yoqasini hech qachon tushirishni istamagan yulduzning Fransiya terma jamoasi libosida tushgan rasmlarini topish mushkul. Bor, lekin u qadar arzirli emas va boshqa raqamda. Uni biz faqat qip-qizil, ko'zlarni olg'uvchi MU libosida tasavvur qilaveramiz. Erik Kantana original xarakteriga ega bo'lgani uchun ham ko'pchilikka yoqimli. Bu Jorkayev singari murabbiyning pinhona rejalariga rozilik bermaydigan, Anri singari qo'l bilan urib bo'lsa-da o'z jamoasiga gol olib kelmaydigan inson edi. U nohaq golni urishdan hazar qilguvchi, shu bilan birgalikda kimdir uni so'ksa albatta javobini yo'llovchi oriyatli shaxs edi. Kantana futbol o'lchamlaridan tashqariga chiqib ketgani uchun ham uni maqtaganimizda natijaga qarab o'tirmaymiz. Qirol Erik deb qo'yamiz xolos. Nega bilasizmi? Chunki u yashil maydondan o'z vaqtida ketishni ham bilgan daho edi. Buni faqat Pele va Zidane epladi. Qolganlar ozgina o'tkazib yuborishgan. Asosiy tarkibni aynan shunaqa o'g'il bola ochib bergani ham ma'qul menimcha.